Assalomu alaykum. Men Olmazor tumani Yangi Sebzordan keldim. Innovatsion markazga keldim. Shu yerda qidirib topib keldim. Negaki ertaga prezident janoblari shu yerga kelar ekanlar. O'limimni bo'ynimga olib, kapanimni qo'ltulab keldim. Mana hech nimam yo'q. Qo'limda qurolim yo'q, oddiy fuqaroman. 9 yildan beri murojaat qila charchadim. Endi ertagacha mana shu yerda o'tiraman. Prezident janoblari iltimos, oyog'imni qo'limni stoyka, mana shunday oyog'imni qo'limni boylab qo'yib, yonimda hech narsam yo'q, boylab qo'yib, 3 metr masofamni ham mana anaqa nima nolamni eshiting. Men siz bilan ko'rishmasdan bu yerdan ketmayman. Xudo xolasa sizni kelishingizni Yangi Sebzor, Olmazor tumani Yangi Sebzordan keldim mana shu markazga. Shu yerda qidirib topib keldim shu markazga. Kelib mana shu yerda o'tiribman. Endi 9 yildan beri murojaat qila charchadim. Ertaga qani o'zi agar shu bugundan boshlab suv ham ichmayman, non ham yemayman, ovqat ham yemayman, ochlik e'lon qilaman. Qani sizni fuqarolaringizga mehringizni, ularni kambag'allarning ohi-nolasini eshitishingizni isbotini ko'ramiz. Boshqa ilojim qolmadi. Har safar chiqaman desam, eshigimni deydi qorovul turadi. Chiqmay qilib. Endi bu safar chiqaman. Chiqib ketdim, bugun chiqib ketdim. Uyga bormayman, shu kutib mana masjidda siz bilan ko'rishib oxirgi xotima qo'yaman. O'zi shundoq ham suv ichib, sunnat ichib, biz kambag'allar o'tiribmiz. Bu dunyoda ertalab turganimizga, uyg'onganimizga xursand bo'lib, charchab ketdim, juda charchadim. 9 yil murojaat qilishni o'zi bo'lmadi. 9 yilda 900 ming xil dardu azoblarga giribtor bo'ldik. Qani ko'ramiz sizni mehringizni fuqarolarga. Ertaga agarda men sizni yoningizga kela olmay, basharti ko'rinmay qolsam, o'sha bir kun oldin kechqurun kecha efir qilib murojaat qilib chiqqan Yangi Sebzorlik ayolni topib berlaring desangiz, muammo emas, sizga topib berishadi. Sizni innovatsion markazida, vaksina markazida kutaman. Endi har xil gaplar eshityapmiz, har xil publikatsiyalar chiqyapti. Biz oddiy fuqarolar ishonib ketaveramiz. Hokimga vaqti yo'q, hokim xotinlari bilan ovora hokimiyatga yarim qarindoshini olib kelgan deb har xil gaplar endi. Biz boshida qoshida turmaganmiz, lekin bu narsani ko'p inshaalloh o'qib, ko'rib bo'ldi. Intizorlik bilan men prezidentni kutib, oxinolalarimizga oxirgi nuqtani qo'yib, shod xurramlikda ko'rish nasib aylasin iloyim. E'tiboringlar uchun rahmat.